Yozib olinglar hozir. Aha, ketdi. Adigi bidigi bidandangi bidan. Restoranga keldik. Papaxa degan restoran. Bu Habib Nurmamega. Adigi bidigi bidandangi bidan. Plyaj yugurib o'tek sualni. Lekin qorindor degan. Hozir temada bu tema. Shofir hammasi yaxshi bo'ladimi? Eson-omonimizga yetib olamiz. Rustamxon nima qilyapti bu yerda? Bo'ladi. Eshik turganda devoldan nima? Zamonaviy o'g'rilar. Bo'ldi, ketaman ey. Biroq pulimni bering, ketaman, bo'ldi, ishlamayman. O'zingni sev, o'zgaga tutma. O'lganlarni kaskasi. Yaxshi. Do'stlar, biz hozir Sankt-Peterburg shahriga kelganmiz. Buning sababi Ars Dental klinikasining yangi filiali ochildi. nima xizmatlar bor aka? Assalomu alaykum. Bu filialimizga xush kelibsizlar. Rahmat. Metro Azirki, улица Skersa 7, korpus 2. Не только терапия, не только многопрофильный, bu yerda stomatologiya ham bor. O'shaning uchun terapiya bo'yicha, kardiologiya bo'yicha, dermatologiya bo'yicha, детский pediatr, nevrologiya, urologiya, ginekologiya, dnevной statsionar, hijama, fizioterapiya, zuluk hammasi bor. Sunnat ham qilasizlarmi? Sunnat ham bor. O'zim shu yerdaman. Aha. O'zim shu yerdaman. Shu kabinetda stomatolog priyomni qabul qilaman. Agarda siz Sho'xrob akani o'zlaridan maslahat olmoqchi bo'lsangiz, qandaydir sekretni gaplaring bo'lsa, bemalol mana shu adresga kelaverasizlar. Har kun soat nechidan aka? Ertalab 10 dan kechki 8 gacha shu yerdaman. Shu. Rejim rabota bor, telefon raqam bor, qo'ng'iroq qilinglar, maslahat olinglar. Kuchaysa ham o'zimizkilar kuchaysin. Sankt-Peterburg shahridagi eng katta klinikalardan bittasi. Srobcher Aliyevich. Rahmat. Tabriklaymiz aka. Gazini bosing, morro bo'lsin. Da. Rahmat. Kuchaysa ham o'zimizkilar kuchaysin. Gaziga bosamiz. Shunaqa. Salom hammaga. Ertalabdan bugun safarga chiqdik. Safarimiz Dog'iston. Yig'ilishimizning maqsadi Rossiya bo'ylab sayohat. Har xil shaharlarga. Bir oyda bir marta o'tiramiz. Qattiq o'tiramiz. Kimlarni qattiq do'stlashmoqchi bo'lsang, u bilan safarga chiq deydi. Kimligini bilasan deydi. Musobaqachilikda hammasi. Da. Shuni ham Xudo xohlasa birlashish, do'stlashish, birga maroqli dam olish, bilan bir qatorda Rossiyani ko'rish, har xil shaharlarni. Demak, ketdik. Biz yig'ilishdik. Komandamizning oldingi powerlaridan. Komanda shunday tuzilganki, har bitta insonda o'z o'rni bor. Biz yordam beramiz-da. Главное, powerlar bu yoqda. Ojaga ko'rishamiz edi o'sha yerda. Mustafa. Yana Video syomka qiladi. Yana komandada bir kishi qoldi. Gaplashyapmiz hozir. Yo'q, uchkamiz yo'q, biz sizga Samolyotda ushlab turibmiz. Hali 1,5 soat vaqt bor. Siz keling, unaqa qilmang. Biletni yangilasizmi, Anvar aka? Anvar aka. Nima bo'ldi? Xotin qo'ymadi, to'g'risini ayting. Aka, yo'lni qiling, men qarang, ertaga uchib boring, gap bo'lmasa, bugun ulgurmasangiz ham. Kutamiz, brat, qo'ying uni. Qochib keting, tamom. Men necha marta qilgan bunaqa. Отлично, issiq emas. Mazza. Biz yetib keldik. Maxashkala. Dagestan. Ikkinchi marta bo'lishim. Shahar zo'r, odamlari zo'r. Mana kelgan samolyotimiz. Komanda shu yerda. Arslon kelgan. Shaharga ham kirib kelyapmiz. Hamma joyda rossiyskiy avto mashinalar. Lada Priora, har qadamda Lada Granta. O'sha shaharga kirib kelishingiz bilan sразу tog'lar hamma tomon ko'rinib turibdi. Yigitlar qanday? Hammaga salom. Mazza qilyapmizmi? Endi.
Boshlanyapti. Yo'lga chiqdik. Aylanishda birinchi matchdan boshladik. Rodnikovoyevada. İçaylik. İçaylik. Katta matchda ekan. Ketdikmi? Matchni qarang kattaligini. Qanchalik go'zalligini. Yigitlarimiz o'tiribdi. Hamma yerda jam. Matchda oldidan chiqdik. Joy bo'lish kerak. Hammamiz yig'ildik. Samovardan choy ichmoqchimiz. Hozir mana choy qaynayapti. Ta'm boshqacha bo'ladi. Anvar akamdan. Chiroyli tanlab bersin. Ichib ko'ramiz. Ta'mini aytamiz. Yozib olinglar hozir. Aha, ketdi. Adigi bidigi bidandangi bidan. Agidi bigidi dandan bigidan. Tushunaymi? Qarang. Adigi bidigi bidandangi bidan. Agidi bidigi bigidan ben bigidan. Amitini zo'r deysiz yana. Yo'q, siz o'zingiz ikki xil gapiryapsiz. Boshqatdan. Adigi bidigi bidandangi bidan. Agidi bidigi bindan bigidan. Amitini zo'r deydi, qarang. Bu pamitda emas bu, yodlashda bu. Bu hap tez aytarman, oddiy gap bu. Nima deyiladi? Oq choynikka ko'k choy, ko'k. Oq choynikka ko'k choy, ko'k qo'yib. Suhbat lekin zo'r bo'lyapti, suhbat zo'r bo'lyapti. Ajigi bijigi deysizmi? Xohlagan narsani aytib tashladingiz. Adigi bidigi bidandangi bidan. Ajigi bijigi gibiddi. Da yana qayting. Adigi bidigi bidandangi bidan. Yo'q, to'xtang, o'xshamadi. Adigi bidigi bidandangi bidan. Bot mana bigi borku mana shu adigi bidigidan keyin Hamma gap o'sha yerda-da, chalg'itadigan gap o'sha yerda-da. Gidan-dandan. Gidan-dandanmi? Gidan-dandanmi? Mana gidan bisi borku Adigi bidigi bidandangi bidan. Bidan, gidan, dandan. Shunaqami? Dandangi bidan. qarang adigi bidigidan keyin mana shu kusoqchasi tilingizni urib yuboryapti. Bo'ldi, zapis qayta ko'ringlar, yodlab olinglar. Kuchli deganlar uchun olib qo'yganman-da o'zimga. Irg'itasizda. Bitta otadigan o'qim bordek. Bor. Do'stlar bilan restoranga keldik. Papaxa degan restoran. Bu Habib Nurmagomedov restoranga keldik. Habib Nurmagomedov bilan shu birgalikda ochilgan restoran ekan. Вообще zo'r. Mana kirganingizdan o'ng tomonda mana shunday. Qaranglar. Samovar turibdi. Eski mamlaqa o'tiradigan kreslolar. Mana bu papaxlar, ya'ni qalpoqlar. Ichkaridagi endi atmosferani kamera orqali yetkazib bera olyapmanmi, yo'qmi? Полностью vitrina. Bu yerda shashlishni, lekin bironta hidi yo'q. Mana bu yerga esa bizga joy qilingan. Ichkari atmosferani qaranglar. Короче, mana dasturxonimiz gullab yashnamoqda. Если в составе нету спирта, просто напитки. Давайте попробуем. Супер. Ну чё, не, супер, я понял. Есть алкоголь? Я же не алкоголик, чтобы определить. Я сам попробую. Salmonina. Go'shtlari shirin ekan, inkalari shirin ekan. Hozir bizga ham olib keladi, ta'mini ko'raman. Вот сюда может. Ko'nglim bo'sh, отказ qilmayman, yo'q deya olmayman. O'ylagandik bular hazil deb. Hozir Kaspiyskiy dengizga keldik. Yarim oqshom 12:30da. Hammasi burada cho'milyapti. Yigitlar cho'milishyapti. Qolganlar bu yoqda. Cho'milmaydiganlar. Cho'milmaydiganlar, syomkachilar. Rustam Rahmonov. Plyaj yuguradi-ku seksualni. Lekin qorin tortigi. Ta'sirot. Sovuq emas, normal. Cho'mildingizmi? What? Maza qildingizmi?
Да. Значит, siz bilasiz. Ha, bilaman. Cho'kib olgancha. Cho'kib olgancha. Короче, so'g'mas bular. bular lekin gradusi yo'q, hech kim ichmagan. Yana o'ylamanglar, ular ichib tushyapti deb. Ichmagan bular. Xo'p do'stlar, yuzga qaraganda o'zi ma'lum, uyqudan turganmiz. Arson kulmang, sizni ham yuzingiz shunday. Biz shahardan qishloqqa ketyapmiz. Tog' dashtlardan o'tib, qirlarda o'rtalaridan yangi yo'llar ochib, yigitlar qandaysizlar? Otdimi? Narsangiz ko'rsatyapsiz. Rahmonov to'g'riroqlarga chiqib ketdi. Tong otda turing endi. Ko'zni oching endi. Ancha qoldi. Faqat uxlarkansiz. Boshqalarga uyqu ham Kechasi bilan eshikni oldi, qo'riqlarim sizlardi. Ha, rahmat. Bitta o'zingizmi? Ha. Bizlar o'ylayapmiz, bizni qo'riqlayaptilar deb. U kishi, по-моему, o'zlari naqadi chiqib kelganlar. Mazapatga keldik. Maza qilasizlar, hozir sizlarga ko'rsataverdim. Biz chiqdik o'sha tepalikka. Tabii qancha musor. Buni qarang, suv qayergacha? Qayerdan suv chiqyapti? Zo'r joylar, ha? Nima deysiz? Zo'r tabiat va bomba. Reально qilyapmiz, ha? Reально. Taklif qilasiz hammaga. 100% kelinglar, ko'ringlar. Dunyo ko'rsanglar. Nu, ko'p narsa o'zgaradi. Конечно. Minimum Odamlar bilan suhbatlashyapmiz, urf-odatlarni ko'ryapmiz, taomlarni yeb ko'ryapmiz. Bugun ob-havo juda ham yaxshi. Issiq ham emas, salqin ham emas. Sayr qiladigan darajada. Qaranglar. Белые журавли. Великий Отечественной войне. Гаджиев Магомед. Вау. Вот это да! Yo'lni qaranglar, qanaqa ulon bo'lib chiqqan. А мы сейчас с этого дорогу поднялись, да, вот так? Просто til ojiz. Til ojiz. Choyxonaga keldi. Qanaqa joyda joylashgan. Tabiat qo'ynida. Vay. Demak, hozir yuqoridan tushdik. Bu yerda ham bitta vodopad bor ekan. O'sha vodopadga ketyapmiz. O, chiqyapti vodopodga. Yaqinlashyapmiz. Kalla emotsiyalarga to'ldi-da. Bu chista tabiatda buni inson qilmagan buni. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Qanday vid? Mazami? Mana shu yerga joylashyapmiz. O'zining ichida tam sanuzlar qo'yib kichkina tam. Блин, самое главное mana bu. Самое главное chiqqaningizni o'zim. Kech bo'lganda tog'da oldida hozir ko'rinmaydi, bu yerda o'zi qorong'i bo'ldi. Ujin qilyapmiz. Avariskiy hinkali. Go'sht, testo, qaynatilgan и kartoshka. Это что такое? Mana bu endi bechak deysizlarmi, nima deysizlar shunaqa. Bu sup. Akobri yoqilmishtaqa. Rahmat aka. Yoqilmishtaqa. Yoqilmishtaqa. Yoqilmishtaqa Rustam Rahmonov. Yoqilmishtaqa. Qani? Boshladik. Mana shu tabiat qo'yinida bugun uyg'ondik. Hamma tomoningiz tog'. Davchyapmiz. Здравствуйте. А черешню можно, да? Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. А сейчас я этот. Можно, да? Zamonaviy o'g'rilar. Mayin yomg'ircha yoqyapti. Biz esa tog'ni baland joyiga chiqdik. Ertalabdan kofe ichdik. Endi uyg'ondik desa ham bo'ladi. Lekin hamma joy tuman. Hozir biz mana bu uvazikka minamiz. Mana shu uvazikka minamiz. Va tog'ni uchiga qarab ketamiz. Dinamarkaga mindik. Aka yo'ldosh, qandaysiz? Yaxshi. Charchamayapsizmi?
Dam olish zo'r bo'lyapti. Dajdaveklarni oldik hammamiz. Arslon maza qilib uyg'ondik a? Zo'r bo'ldi. Mana ketdik endi. Kofedan keyin uyg'ondik. Ha, chut-chut. Toza oladi. Yerda? Ha. Bu vaziyat temada, bu tema. Shofir hammasi yaxshi bo'ladimi? Eson-omon uyimizga yetib olamizmi? Ya onnasini yemsin. Past ko'rinmayapti, biz bulutlarning ustidamiz. Hech narsa ko'rinmaydi. Yani strashniligini qarang. 2-3 minut bo'ldi kelganimizga. Уже odamlar ko'rina boshladi. Ko'ryapsizlarmi? Hali men kamerani o'chirganim 2 minut bo'ldi. Mana bular yo'q edi hozir. Ko'ringan yo'q edi. Ochilyapti. Mana bu tomon ham ochilyapti. Вот вы оттуда приехали вот так сюда. А как так рассеивается так быстро? Почему? Историяni eshitdinglar. А зря погибать орел не хотел, цепляясь клювом, цепляясь когтями. Орел поднялся на самую высокую скалу, на самом проветриваемом месте соорудил себе гнездо. Гнездо орла превратился в жилище горца, крылья орла превратились в луки горца, а клюв орла превратился во что, уважаемые гости? Камень. Вопрос. Нос горца. Нос. Горца, а сердце орлиное передался горца. Вот так как орлиные гнезда высоко-высоко на самых опасных скалах возникли горные аулы на Кавказе. Один из таких горных аулов является Старый Гор, куда вы сегодня приехали. Это край ветров и край башен. Край ветров его называют, потому что само название гора произошло от аварского слова «хури». Переводится дословно как ветер. В любое время года, любое время суток здесь наверху вы встретите разные направления ветров. Порой бывают такие прорывистые, вот так падайте или стоят невозможно, будет сносят. Порой бывают вихревые, кидают попах и бумерангом возвращаются обратно. А краем башен или музеем под открытым небом историки село называют, ну сейчас, конечно, все это закрыто, там было 6 башен, сохранились только 3 башни. 4 были общие сельские башни и 2 родовые башни. И то, что принцип построения сел, в те далекие времена было такое, не из-за любви к солнцу горцы поднимались выше и выше, а чтобы защищаться было удобнее. Видите, с юго-западной стороны доступа и в село, и везде здесь нет доступа. И любое горное село строили около родника, чтобы было какое-то водоснабжение. Там около крайней башни есть проход, прорубленный в скале к роднику, и там с той стороны на террасные поля. И те далекие времена восточные от села километров 3-4 проходила ветка Великого Шелкового пути, который шел от самого Дербента до берегов Черного моря параллельно главному Кавказскому хребту. Вот для охраны вот этой пути и оборонительных целях были построены вот такие крепости с башнями. Те башни, которые вы подниметесь туда и вы видите эти башни, там находятся таблички 16 и 18 век. Но могут быть они и ранние, потому что сторожевые оборонительные башни и сигнальные оборонительные башни на Кавказе начали строить еще в 13-14 веке. Высота этих башен 18-20, самая высокая башня была 7 этажей. Но она рухнула, ее разобрали и перенесли в нижнее село. Они 4-5 этажные, на каждом этаже было перекрытие, подбирающиеся лестницы, хранили запасы оружия, пищи и воды. В крайнем случае, при осаде села в башню могли заходить только дети, старики и женщины. Если какой-то местный житель с какого-то рода или тухума хотел расширить, дальше построить жилые дома, ему ставили условия. Хотите расширить село? Пожалуйста. Ваш род должен построить башню. Без построения башен никому не разрешали дальше построить жилые дома. Поэтому и возникло 2 родовые башни. Это отдельный род построили эти башни. По переписи населения 1800-е годы и 1902 году селение проживало, эти архивные данные, 1500-2000 человек. Считали, сколько дымов выходит, столько дворов. 320 дымов, 320 дворов. Средняя семья горца считалась 5 человек. Если один ребенок, это еще не семья, 2 полсемьи, 3 полная семья. И в селении разрешали стрелять только 2 раза. Это когда у кого-то родится сын, или когда у кого-то пожар. А зачем, говорит, когда родился сын, стреляете? А чтобы, говорит, другие орлы услышали, что родился еще один орел.
На этих же башнях имеется очень много языческих иероглифов, которые говорят, здесь было язычество, зороастризм, потом христианство, и в 15 веке приняли ислам. С тех пор и основной религией здесь является ислам. Хотя ислам является основной религией, но среди местных жителей до сих пор сохраняются языческие обряды. Это зажигание костров 22 декабря, зимнее солнцестояние, это день первой Борозды, весенний праздник, и это жертвоприношение, когда засуха в селении по сельским полям проводили барана, приводили в это, там сейчас, когда поднимемся, увидите мечеть с арочными окнами, там специальное место есть, где его резали, это не Курбан-Байрам, это языческий обряд. И там резали эту барашку, и кровь стекала наружу, как будто кормим богов, чтобы шел дождь. В это время в селении было запрещено петь песни, свадьбы, играть, веселяться, радоваться. Если это кто-то не соблюдал, этих людей наказывали, взимали штраф или заставляли работать на общественных работах. В этом селении сохранились в старом городе 3 башни, как символ города, как символ Дагестана. И сохранился чуть ниже, вот где дерево стоит, видите, там мечеть Зиярат, как намоленное святое место. Там находятся могилы 2 исламских богословов, один из которых, по данным историков, является представителем арабов, который принес ислам в этот регион в 1476 году. С тех пор и основной религией здесь является ислам. Есть аварская скороговорка, самым жестким языком считается это аварский язык, а самым трудным это табасаранский язык, 48 падежей книги рекордов Гиннеса занесено. А самое жесткое это аварский язык. Есть аварская скороговорка про лягушек, 8888 лягушек квакали под мостом. Мит азаралда, мит нусиялда, унхоялда, мит лёгкая, квакадили бугот, додагор. А можно еще раз повторить что-то? Мит азаралда, мит нусиялда, унхоялда, мит лёгкая, квакадили бугот, додагор. Из одной буквы К образуются 3 буквы. Т. Добавляя мягкий знак и твердый знак. Блин. 8888 лягушек квакали под мостом. Если вы хотите что-то отрицать, аварцы говорят. И великий поэт Расул Гамзатов сказал, если я знаю, что завтра умрет мой родной язык, пускай я умру сегодня от разлива сердца. И это аварский язык. Yuqoriga ko'tarilyapmiz. Bu bitta qishloq bo'lgan. O'sha davrlardan, asrlardan saqlanib qolgan. Yuqoriga ko'tarilib ketyapmiz. Ozgincha vaqtlaringni ajratinglar. Mana shu video uchun iloji bo'lsa kelinglar. Ichkarini ko'rsatib ketaman. Ochiq edi bo'yni. Mana. Obedlikka kirdik. Ya qorni ochlikkanmi? Это кафе. Maza qilyapmiz ovqatlarni. Горный суп, отличный респект. А горный плов ekan. Unisi gurzi ekan. Gurzi. Mana с курицей, да? Voy. Hammaga yoqilmish taqa. Sotmiz devding. Qanday ketyapti Rustam Rahmonov? Biz och bo'lib ocham emasmiz dedik. Bir havosi uchunmi bilmayman, hamma narsa suyuq, shirin, emotsiyadan. Realnada. Ot minishga keldik, otlar. Endi otda katatsiya qilamiz. Dam olishda ham dam olishda. Daraxtlarning o'rtasidaman. Bu yerga ham mahorat kerak, mahorat. Shilinmasdan, akkuratno o'tish uchun. Qani, kuch. Hayda. Keyingi lokatsiyamiz mana shu. Ozgina boshqachami deyman-da. Mazza qilmaydimi? Yo, mazza u ketdi-da, zo'rlari ketdi. Ya, boshqasini olamiz. Bizni majburlab mindira olmaydi-ku. What the guy?
formalardan almashtirib oldim. Sababi polni sovib ketgan. Aylanish вообще zo'r bo'ldi. Yomon bo'ldi. Taklif qilib qolaman. Kelishdi albatta. Menimcha hamma maza qildi. Da, to'g'rimi? Da. Ayniqsa yo'ldosh. Bomba bo'ldi. Shu bilan endi kvartiraga ketdik. Hozir choy ichishga keldik. Chorpayadan joy qilibdi. Ko'rpacha-da, ko'rpacha. Baliq yeyishga keldik. Salatcha, baliqcha kelyapti. У тебя тоже посередине это. Da, всё. Xayrli kun. Biz bugun oxirgi kunimiz. Hozir bunaqa joyga keldik. Bilasizlar, o'zi anchadan beri shu yerdamiz. Tabiat qo'ydik ham sho'rlar. Buni aytib o'zi charchamam ketdim. Hozir kanatdan tashlagani kelyapmiz. Hamma tashlayman deyapti. Borayliklarni ko'ramiz. Arslan. Tashlayman deyapsiz-ku, to'g'rimi? Tushib ketyapmiz hozir. Tarzanka. Hamma tashlayman degan niyatda bor. Biz ichkari kirib ketdik. Через пещеров o'tyapmiz. По 1000, да? To 1000 rubldan mana shu yerdan boshlaylik energiya ishni. Ketdik. Keyin qaytib kelib Tarzankadan. Ha, haligi Davay. Yo, O'zgani sev, o'zgaga tupur. sizmi kassir to'lang hammaga. Qayerga? Ha, kassir. Nima shu bilan ketamiz? Birinchi yerga boraylik, chunki jang qilishdan oldin ham odam sal qizib olish kerak-ku. Yo'q, uchmayman men. Akajon. Ichgan odam uchmaydi. Maza qilinglar. Yeyman. Его все равно снимут. Qanday taassurotlar qanday? Assalomu alaykum. Третий, четвертый, пятый, все живы. O'lganlarning kaskasi. Yo'q, Xudo rahmat qilsin. o'g'irlashyapman qanday? Real aytyapman. O'lchab ko'ring-chi, o'zingizni necha kilo? А откуда лучше снять, чтобы видно, вид хороший был? Снизу? Не, обзор. Рука, смотри, как дрожит. Смотри, рука как дрожит. Biz o'zimiz tug'ilgan yilingizni yozib qo'yamiz. Bizdan naблюдатель. Давай. Aslo. O'zingni sev, o'zgaga tupur. O'zgani sev, o'zgaga tupur. Bismillah. Девочки, на сейнсы. Вес какой? А? Вес какой? 105. Чуть больше. Tashlabmiz. Organizm как будто типа запомнилгандай. Чёткий. Qolganmagalik. Doktor da, doktor. Qo'rqmasdan tashlang. Bitta salto. O'zi oxirga tashlaysiz-ku, normal siz qo'rqmaysiz. Mana ko'ryapsiz-ku. Просто расслабиться qiling. Mana bu qattiq ishlamaydi. Qo'yib yuboring. Qo'yni qo'yib yuboring. Короче, 5 sekundlik effekt da. 1 2 3 4 5 ketdi, всё, уже o'tadi. Qo'rqishga harakat qiling. Bilgan bo'lsin. Baqirsang bo'ladi. Lutchi baqirish kerak. Da, lutchi baqirish kerak, chiqarish kerak. Baqirish kerak emidi? Baqirsangiz
Baqirish. Chiqadi. O'shanda chiqadimi yo qo'rqadimi? Bor narsa esingizga bitta Слышь, что они тебе говорят вообще не все. Это все не работает. Маленькие не то говорят. baqirish kerak. Снизу давай сделай, да? Og'iz mahkam ushla. Pastga tushgandan baqirqani mahkam ushlang. Ipni ushlamang. Realni ushlamang. Ощущение zo'r bo'ladi. Da. Shunday qo'ying, odamlar bu narsa zo'r ishlaydi. Va, qo'yivaring qo'lda, qo'yivaring. Oting kayf qiling. Endi siz tashlamasangiz bo'lmaydi-da. Nimaga? Rustam Rahmonov Tushdan oldin yaxshilab o'ylang, yaxshilab o'ngga ashlab. shuncha ish nima uchun qilingan? Mana shunda. Cho'zilib qizidi. Ограниченияsi bor-da. Yo, shundan keyin almashadi, yo bir ikkitadan keyin almashadi. Просто. Еш. Начинай, давай. Работай. Деньги важны. Скоро инструктаж проведет тебя напоследок. Я потенциал. По-любому единственный. Зачем? Смотри, Давай. лучше толкай. Понимаешь, Окей, чуть-чуть толкай. Давай. Rahmonov. Rahmonov, tik. Да, tik. Voy! Давай. Брат. Tik. Ses kerak emas. Прямо qattiq qo'yib. Поддержите так, как Прыгай! Давай, baqirib. Rahmonov, baqirib. Вот кто хочет тебя скинуть. Они все против, чтобы он прыгнул. Его неудача мы закончим. Rahmonov Airways. Я на него смотри. Ko'z yumding. Baqirib. Что теперь доволен? Давай, baqirib. Спасибо. Стой. Блин, что спрашиваешь? Нереально страшно. Rustam aka, просто. Yurakda o'zgarish yo'q, ha? Yo, rostdan bilan agar qattiq qo'rqadigan bo'lsa. Yo, yaxshi. Ay bola. Xayr Dog'iston. Bizning safarimiz qaridi. Endi esa Махачкала, Санкт-Петербург. Проходим, пожалуйста, на посадку. Biz qaytyapmiz. Gapiring endi bir og'iz. Zo'r, вообще. Ну, hamma zo'r deyapti. Где-то 20-30% ko'rdik-da, menimcha. Yoqdimi? Ha. Ovqatdan muammo yo'q. Ha. Самое главное. Komfort masalasi, komfort. Taassurotlar. Vishi sortda edi-ku. Chotki, eski qoladigan. Yana hali boramiz Baykalni, boshqa davlatlarga hali boramiz. Biz endi do'stlar keldik-da bu yerga. No oila a'zo bilan kelsa ham bo'ladigan joy. Da. Shuni ham galishga qo'ysa bo'ladi. Dog'iston sizlarga katta rahmat. Zo'r kutib oldilaring, bizga yoqdi. Albatta yana ko'rishamiz.